Amir Temur askarlarining ortiqcha kiyimi bo'lmaganini bilarmidingiz? Temur qo'shinida askarga beriladigan oziq-ovqat, kiyim va o'lja qat'iy hisob bilan taqsimlangan. Ortiqcha dabdaba man etilgan, chunki intizom yo'q joyda armiya yemirilishini Amir Temur juda yaxshi bilgan. Temur tuzuklarida aniq yozilgan: xazinadan ortiqcha sarf qilinmasin, amaldorga isrof taqiqlansin, har bir dirham hisob bilan sarflansin. Amir Temur uchun boylik maqtanish uchun emas, davlatni mustahkamlash uchun zarur edi. Amir Temur Samarqandni poytaxt qilib ulkan binolar qurdirdi, lekin u hashamat uchun emas, ilm, hunarmandchilik va davlat qudrati uchun barpo etdi. Isrof faqat ortiqcha ovqat va sarf etilgan pullar emas, isrof vaqtni, kuchni, salohiyatni ham sovurishdir. Temur aynan shuni anglab, tejamkorlikni davlat mafkurasiga aylantirgan edi. Amir Temur bizga bitta og'ir haqiqatni o'rgatib ketgan: isrofgarchilik qilgan xalq boy bo'lib yashamaydi, tejamkor xalq esa qudratli bo'ladi.